LM sun'iy intellektini STEM yondashuvi asosida ko'rib chiqamiz. Hey C, STEM nima? Ushbu sun'iy intellekt fizik va kimyoviy hodisalar mavzusini quyidagicha talqin qiladi. Atrofimizda sodir bo'layotgan o'zgarishlar, fizik va kimyoviy jarayonlarning farqini hayotiy misollar orqali izohlaydi. Notebook LM sun'iy intellektning 3-o'ng tomondagi qismi sahnadan iborat. U sahnada 9 ta imkoniyat mavjud. Ular ovozlashtirish, video yaratish, blokli xarita, hisobot, tarqatmalar, matn, grafik, taqdimot va jadval yaratishdan iboratdir. Ko'rib turganingizdek, birinchi oynada 3 qism mavjud. Birinchi qismga yuklangan fayl chap oynada ko'rinib turadi. Ikkinchisida, ya'ni o'rtada, sahna qismi. U yerga prompt yoziladi. Uchinchi qismimiz esa studiya, ya'ni sun'iy intellekt natijalari hamda imkoniyatlari ko'rinadigan joy. Sun'iy intellektga quyidagicha prompt yozamiz. Hayotimizda va tabiatda sodir bo'layotgan fizik va kimyoviy hodisalarni inobatga olgan holda moddalar tarkibi, o'zgarishi, yangi modda hosil bo'lishi haqida tarqatma materiallar tayyorlab ber hamda fizik va kimyoviy jarayonlarni taqqosla. Notebook LM sun'iy intellekti orqali STEM yondashuvi asosida tabiiy fanlar uchun tarqatma materiallar tayyorlandi. Keling, kelajakka birga qadam qo'yamiz.